Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Lotchin Gaming. Yana sizlarning kanalimdan ko'rib turganimdan juda xursandman. Yangi videomizga xush kelibsiz aziz do'stlar. Bugungi videoda mana bu tranchadan o'tib qochishimiz kerak. Maxluqdan og'zini qarang buni qanday yomon. Muzikani atayini o'chirib qo'yganman. Afterski bermaslik uchun. Ancha afterski berganlar uchun necha kun davomida video qila olmay sizlar kutib qoldim. Uzr so'rayman. Bugun mana shu yo'nalishda o'ynaymiz, normalga qo'yib olamiz. Vaqt cho'zmaymiz aziz do'stlar. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Tak birinchi mana o'tamiz. Bo'ldi, yaxshi gap yo'q. Korоче, bu yerda boshladik. Qumga tegsak o'lamiz. Bu aniq. Shuning uchun mana bu idishlar ustidan pizza va sakramadim-ku. Boshlaymiz endi. Opa. Men o'ylaganda sakramayapti. Bu ketchup bilan mayonez ekan. Mana bu ketchup, bu yerda shirinliklar, ovqatlar, korоче. Mana mayonez. Tak. Do'stlar, videomiz 3 kun 4 kunda bir chiqsa ham chiqyapti. Shuning uchun kanalimizdan uzoqlashmanglar, chunki har kuni baribir video chiqadi. Har haftada 2 ta 3 ta video bor, korоче. Endi bu yerga o'tib, bu yerga sakrash kerak ekan. Tak, u yerga o'tamiz. Bu yerdan mana bu o'yin endi boshlandi aziz do'stlar. Tak, bu yerda shirinliklar, mevalar, ketchup, mayonez nimalar, korоче. Bu yerda sut. Menimcha suvlarga tegmasligimiz kerak. Mana bu yerdan qanday qochamiz? Aha, nima qilay? Qanday qochay? Nima-ku? Suvga tegmadim-ku. Qoch. Qoch. Xunuk maxluq ekan, menga yoqmadi. Tralala. Uxlab qoldi. Ketdik. Tak, do'stlar, korоче, Roblox o'yini kundan kunga qiziq bo'lib boryapti. Hozir YouTube'dagi eng trendlardan biri ajoyib. Mana hozir bu yerda listisadan chiqib olamiz. Qani birinchi. Bu yerda nima bor? Bu yerdan chiqamiz, eshikni ochamiz, ketamiz. Bu eshik nima degani? Endi bu kaviyorliklar bosmaslik kerak, shaxmat tarzida tuzilgan. O'zi oldin shaxmatchi bo'lganman, yaxshi o'ynayman men. Ay, joningdan shu oxiriga kelganda ham o'chib qolasan, dalban bila. O'zingni bosgin, ey. Bo'ldi. O'zingni bos. Tak, birgalikda o'ynaymiz. Agar aytgacha kim agar dalbayapti, men ham o'lib qoldim. Korоче, kim men bilan o'ynamoqchi bo'lsa, video oxirida nikimni ko'rsaman aziz do'stlar. Birgalikda o'ynaymiz degan umiddaman. Shuning uchun nik yozib qoldim. Nik yozib qoldiraman. Nik yozib qoldiraman aziz do'stlar. Yo'q, men inglizchani tushunmayman, to'g'risi, shuning uchun ko'rmay qoldi. Hech kim o'tmadi hali. O'tdimi? Tak, bu yerda nima bo'ladi? Sut bossak o'lamiz. Yo'q, o'lmaymiz. Muzika bu. Tezroq o'tib ketdik lekin. Muzga sirpandik lekin o'tib ketdik. Birinchida zo'r o'tgan edik lekin. Bo'ldi, o'tdik. Pashol onatsida. Itarib tashlar ekan-da, tak. Bolalar o'ynaydigan maydonchasidan o'tamiz, tak. Qani bolalar. Bolalar maydonchasi ekan bu. Zo'r. Hop. Qani. Sakraymiz bu yerda. Bu yerda ham sakraymiz. Do'stlar, agar kim men bilan Roblox o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyalarda niklaringizni yozib qo'ysalaringiz yoki meni videoda davomida nomimni yozib qo'yaman, nikimni. Menga o'tib dirjat tashlab, videoda balkim birga video olamiz. Shuning uchun opa, zo'r o'tdik mana yerdan. Opa. Suvga kirib tashladi.
Tak, endi bu yerda. Kim men bilan birga o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Aytgancha bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Videoga agar 1000 ta like yig'ilsa, videoda 1000 ta like yig'ilsa do'stlar, короче do'stlar, videoda 1000 ta like yig'ilsa, 3 ta odamga hey nega? Tegmadimi? 3 ta odamga 85 Robuxdan beraman, shuning uchun videoga 1000 ta like yig'ishimiz kerak, короче. Muzikasiz bo'lyapti, shuning uchun video xafa bo'lmaysizlar. Ketdi. Tak. Mashina keldi. Ha? Voy, ha, mevalar otilar ekan. Ko'z gapirma, eshik och. Kutubxonadan kitob olishimiz kerakmi? Yo'l topishimiz kerakmi? Yo'l topishimiz kerak. Tak, bu yerga kelgandim, mana bu yerga ham kelgandim. Bir paytlar uy topishimiz, yo'l topishimiz kerak. Jalla. Ha. Tak, bu yerdan qanday o'tamiz endi? Men darvoza bo'yaman oldinda yurish bo'yicha. Yuraveraman bunday. 3 kun desam, 3 kun 300 marta o'tib qoldi. Oyoq qatirlar, sinib ketdi. Tak. Let's go deyapti. Garchi let's go degani kelib yoqqa degan. Tak, bu yerda yo'l yo'q, bu yerda yo'l yo'q. Ha, qo'l bilan ko'rsatib turibdi, bu yoqqa yuring deb. Tak. Stol. Opa. Suvni bosmaslik kerak. Keyingi bosganim yo'q-ku. Videoda quvnoq bo'lish uchun charchamaslik kerak. Men esa juda charchaganman. Shunday degan video olishga harakat qilyapman. Shuning uchun mehnatlarimizni qadrlagan holda. Mana avvalgi chiqqani bu nima ekan? Salyutmi nima? Ha. O, kamper bor ekan. Kamperga toshni otmasangiz tegmas ekan. Nima qiladi endi? Yeb qo'yam meni. Buni oldiga bo'lmaslik kerak ekan. Opa. Oy, opa. Yo'q. Voy, mana shu yeri qiziq ekanda, otish kerak, kallasiga otish kerak ekanda. Tegmayapti o'qim. Tegmayapti. Harakat qilyapman. Juda qiyin tekaman shu yeri. Chunki bu devordan oldidan o'tadi. Voy, urib oldim, qaranglar. Juda qiyin joydan o'tib ketdik hozir. Tak, endi eshik ochildi, o'sha eshikdan o'tamiz. Kamper meni yeb qo'yishga sal qoldi. Tak, bu yerdan o'tamiz va hamburgerlar ustidan, sirlarni ustidan o'tamiz. Bu sir ekan, bu hot-dog ustidan o'tamiz, короче. Keyingi bosqichga o'tdik, короче, do'stlar. Videomiz ajoyib ketyapti. Mana o'yin turibdi, mana yerda. Nima bo'ldi? Bu eshik ichida turgan ekan. Legolar ustidan o'tamiz. Bemalol montaj qilib, bemalol video qo'yamiz, chunki buni ertaga qo'yamiz. Hoppa, ajoyib o'tdik. Bu yerda ijtimoiy olishimiz shart emas. Bu kiyim qanaqa kiyim ekan? Yo'q, bizga shart emas bu kiyim. Bu yerdan qanday o'tamiz? Bu yerda ham xuddi shunday kiyimchalar ustidan. Aha. Mana zo'r o'tdik. Buni o'tdik, короче, eshik ochildi. Nima bor bu yerda? Kara bor. Kara bizga kerak emas. Balkim bekor o'tirmagandir kara. Yo'q, bu balki shunchaki bu qanaqadir kuxnining skaladdan qochishimiz kerak. короче, kampir bizni quvalayotgan ekan, короче. Bu yerdan o'tdik.
Yaxshi o'tib oldik. Bu yerda nima bor? Bu Robux'lar işte yo 13 ta Robux deyapti. Qimirdamayaptimi bular? Qimirayotgan ekan. Ha 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 ha. Kalla tegib ketsam og'rir ekan. Og'rir ekan debman. Mumkin emas ekan o'tishda. Bunday o'tib ketamiz. Tezroq o'tib ketsak bo'lar ekan. Короче, bu yerda eng oson o'tish yer bo'ldi. Yo'lni ko'rsatib tayyorlab qo'yibdi aziz do'stlar. Bu yo'llar bizni aldaydigan yo'llar. Короче, bu yoqqa boramiz. Oxirigacha boraylik chiqani. Yo'q, bu yerda ishtima yo'q. Ajoyib o'yin bo'lyapti, ajoyib o'yin bo'lyapti. Tak qizaloq qilamiz bu videoni, xudo xolsa. Mana yo'lni topdik. Aha. Bu yerda nima bor ekan? Hoppa, menimcha keyingi qismga o'tdik. Tak 13:30 ga keldik bu o'yinda. Ko'p gapirmang. Aha, bu go'shtlar ilinib turibdi bu yerda. Go'shtlarga tegish shart mumkin emas albatta. Bu yer muzxona ekan, voy bilat. Nima biladi o'zimiz? Deyora. Tak go'shtxonadan qochyapmiz endi, muzxonadan. O'tdik muzxonadan ham. Agar klaviaturamni ovozi juda baland bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar, chunki qimmat kompyuterlarga pulimiz yo'q hali. Tak kattakchalardan ham o'tamiz. Maydalanib o'tamiz. Hech kim bitta o'tganga o'tolmasa kerak ya. Roblox o'yinlarida. Liftga chiqdik va ko'chaga chiqsak kerak. Menimcha qochib chiqdik bu yerdan. Lekin yo'q, hali hamon restoran ichidamiz. Bu rol uchun nima deydi? Sushi uchun go'shtlar biz kerak bular. Mana buni olib qo'yamiz. Mana shunaqa 15-16 ta yig'ishimiz kerak ekan. Opa. Ay yashang ustozim. Endi unisidan qaytadan o'tasiz endi. Shuning uchun to'g'ri o'ynash kerak edi. Do'stlar, короче, mana shu yerdan konkretni chiroyli bo'lib o'tishimiz kerak. O'tgan videoda bitta gapimda hamma qiziqib qoldi. Sizlarda ham shunday yomon sinfdoshlar bormi degan savolimga javob bermadi hech kim. Bizda bo'lgan o'sha eng yomon sinfdoshlardan biri men bo'lganman. Maktabda o'qigan, lekin hozir xudo xolsa dunyoda eng mashhur blogerlardan bo'lmoqchiman. Shuning uchun podishka qilasiz degan umiddaman. Sirrazi ko'tarilsak hammaga podishka qilamiz. Shuning uchun 1000 ta odam ko'rdim, 1000 ta like. Nimaga? O'tib kelyapman-ku, bilet. Burchagini bosib oldim. Bir qadam, noto'g'ri qadam. Oyog'ing kuyadi. Qara, pizdes. Yaxshi, o'tib boryapmiz. Yaxshi. Yomon emas. Mana yerdan sakrab o'taylik qani. Hoppa! O'tdi. Sal qattiq bosgan bo'lsam to'g'ri tushunasizlar. Aytyapman, menda ana yo'q. Knopka yaxshi emas. Klavishlar yomon emas. Yaxshi emas. Ko'p gapirmang, tezroq chiqaylik bu yerdan. Ana ko'chaga qochib chiqib oldik. Endi qayerga boramiz? Mana boya ko'chada edik, shu yerda edik. Mashina urib ketdi meni. Mashina nima? Gayla qayerga qarayapti? Mashina urib ketsa bizni. Yuramiz, to'xtaymiz. Yuramiz, to'xtaymiz. Yurolmay qoldim. Yuring. Bo'ldi, zo'r. Mana uni olalik. Mana yerda Robux deb yozgan ekan. Kimga Robux kerak bo'lsa, aziz do'stlar, videomizga 1000 ta like qilsak, xudo xolsa Robux olamiz. Flash tichamiz, doimgidek bitta tezlashamiz. Qani? Ay, mashinaga tegib ketdim, ha? Bildim tekkamni. Ay, billa, bu yerga qaytarib qo'ygan qara. O'tdi. Energetikani ichamiz hozir. Power. Opa. Bunday qilib yurib boraveramiz.
Nechta oldik Robux? O'yin tugab qoldim aziz do'stlar. Короче, menimcha bu sezonni yutdik shekilli deb o'ylayman. Короче, do'stlar, mana ko'ryapsizlar, keyingi videoda mana shunday mahsulotlar qochishda o'ynaymiz. Agar sizlarga qiziqtirsa yozib qo'ying aziz do'stlar. Bugungi videomiz juda qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Короче, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Короче, gapimizni unutmanglarki, kimga agar 85 Robuxdan 3 kishi kerak bo'lsa, videoga 1000 ta like qilishimiz kerak. Поддержка qilinglar aziz do'stlar. Hammamiz birgamiz. От души. Давай bo'ldi.